Barcha o'zbek fuqarolari bilishi kerak bo'lgan yangilik 21 mart kuni kutiladigan ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Bugun 21 aprel. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Kechga tomon biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 9-11 gradus, kunduz esa 21-23 daraja atrofida bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduz esa 23-28 daraja atrofida bo'ladi. Buxoro, Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduz esa 20-25 daraja atrofida bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduz esa 20-25 daraja atrofida bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduz esa 22-27 daraja atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduz esa 18-23 daraja atrofida bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Baland tog' hududlarida qorga aylanishi mumkin. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi aytilmoqda. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi esa 10-15 daraja atrofida bo'ladi. Hurmatli tomoshabin, sizga taqdim etganimiz 21-mart kungi ob-havo ma'lumoti edi. Har kunlik ob-havo ma'lumotidan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni yodingizdan chiqarmang.